Menga qara Dilshod, 1 soatdan beri kutib o'tiribmiz. Shu yerda kutib turganing ma'qulroq, uni eshigini tagida kutmasang kelmaydi baribir. $600 dushi aytadim sizlar uchun. Yana kelyapti-ku boy. Ot, to'xtab tur, kirib chiqing, hozir telefon qilaman o'zim senga. Nimaga? Keluvdi yoki haqqimizni so'rab. Men xohlaganda remont bo'lmadi. Bo'ldi, sizlar adashmanglar, maylimi? Akajon, siz olib bergan masalliqdan qilib berdik-ku biz remontingizni. Pul yo'q xullas. Nima qila olasizlar? Menga qara. Men pulimni olmasdan ketmayman battan, tushundingmi? Masalan, momma xohlayapsanmi? Qattasiz aka? Ya, tinchlik emasman, ikkita shoxi chiqib qolgan, lurt tashlab, tikkishi bo'lib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tinchmisan? Nima gap? Men bekala. O'z kishi bo'lib tashlab. Nima deyapsan, o'g'il bola? Tushuntirgan? Nima o'zidan o'zi? Bizni haqqimizni bermadi. Xullas, men rang olib kelib berdim bularga. O'shani bo'yab qilib berdi. U rang menga yoqmadi-ki. Men qara, uka nechta pul berish kerak? $400 haqqim qolgan. Aka? Hozir bularga yon bosib ketyapsizmi? Kelib, men sizni chaqiryapman-ku, aka. Birovning haqqini yema. Bular ham mehnat qilib, ne umidlarda ishni boshlashgan, o'sha ishni tugatishgan. Ahmoq. Hozir masman xullas bergan pulimni, maylimi? Biz halol ishlab topgan. Qo'llarimni chopdilar.